Assalomu hurmatli vatandoshlarim. Men mana shu Hindistonga kelib, ancha o'zimga kelib qoldim. 5-6 yil mobaynida o'timni oldirib, O'zbekiston Samarqand oblasidagi barcha xayriylarga men qo'yoncha tajribasiga aylandim. Qiynaldim. Hozir yaxshiman, mana shu doktor. Dunyo turguncha tursin, mendan qaytmasa Allohdan behisob qaytsin. Ravinder doktor akamga minnatdorman. Sizlar ham kelingizlar. Behuda umrlaringizni o'tkazmangizlar, azob yemangizlar menga o'xshab. 6 yildirki qornimda pichoq kesilish bilan umrim o'tib ketyapti. Mana shu kishiga keldim, mana Xudoga shukr, endi yaxshiman. Har tomonlama yengilman. Allohga behisob shukr. Kelingizlar, hurmatli vatandoshlar. Iltimos, behudaga umrlaringizni xazon qilmangizlar. Menga o'xshab azob yemangizlar. Dunyo turguncha tursin meni aka-ukalarim. Meni bu yerga kelishga meni sarf xarajatim ham hech narsam yo'q. Mana shu aka-ukalarim, opa-singillarim, singlim tufayli kelib qoldim. Doktor, sizga juda katta rahmat. Allohdan qaytsin. Doktor Rajishga ham katta rahmat. Meni mana shu poзвоночниklarim ham juda qo'rqinchli, og'riq, titragan hollarda boshlarimni ko'tara olmas edim. Qo'llar orqali men jonimga og'riq kirishdi. Rahmat, dunyo turguncha tursin. Meni shu yerga olib kelgan barcha opa-singlim, aka-ukalarim Allohdan behisob qaytsin yaxshilaringiz. Rahmat hammalaringizga. Katta rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh.